Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak sınlım. Balılar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Müngüzlük eşek. Eşek özünün eşek bulup tug'ilganligidan norozi bo'lgan bo'lib qapti. Ey, nemişqimi eşek bo'lib qolgandiman. Mening mengizim yo'qkan. Boshqa bir hayvon bo'lib qolgan bo'lsam, cho'qim mengizim bor bo'ladi. Mengizsiz eşek bo'lish nima degan azob be? Eşek uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri birasining mengizini so'ramoqchi bo'lib, qo'yuq o'rmonlar orasiga kirib ketibdi. U o'rmonlar orasida bug'i bilan uchrashibdi. Eşek bug'uning har tarafga shoxlab ketgan hayvatlik mengizini ko'rib, mengizga bo'lgan havisi texim eshibdi. Yaxshimsa, hurmatli bug' do'stim. Yaxshimsan eşek bay, bizning mahallaga oyoq besib qaptiq-ku. Nima maqsadda kelgan? Eşek bug'uning mengiziga havas bilan qarab etib, mundaq debdi. Mengizim yo'q har yerda. Yashab keldim qiynalib. Mengizingni ber menga. Ta'zim qilay tuzlanib. Men mengizlik bo'lsamla, murodimga yetatdim. Eshaklardan ayrilib, yiroqlarga ketatdim. Bu eşekning o'rinsiz talabini anglab, miqqida kulibdi. Shundaqdimi, eshakka adab bilan javob beribdi. Mengizimni so'rama, uni sana bermayman. Men uningdan ayrilsam, bir kun hayot yurmayman. Eshak bug'uning gapini anglab, teximi turolmay qapti. Qaranglar, o mengizdan ayrilsa, bir kun hayot yurolmaydi ekan. Men bir umr mengizsiz yashapmi, yana chidab yuribdiman. Endi cho'qim mengizga erishmasam bo'lmaydi, deb o'ylabdi-da, yana bug'iga yelinibdi. Biroq bug' eshakka mundaq debdi. Mengizi boy eshakni hech kim eshak demaydi. Sening eshakligingni do'stlaringmi bilmaydi. Eshak bug'iga yalvorishni to'xtatmabdi. Meni o'sat eshaklar, tonimisi maylig'u, mengizlik bo'p seningdek yursam meni payzig'u. Shu chaqda o'chilarning qiyochiyasi anglanibdi. Bug'i qo'rqib, o'rmonlar orasiga kirib ketibdi. Ko'p o'tmay, o'chilar u miltiqlarni ko'tarib, eshakka qarabmi qo'ymay, bug'ini qo'g'lab ketibdi. Eshak endi nadimi mengiz toparman deb o'rmonlikda yana xeyli uzungacha qatirab yuribdi. U bir chaqda o'rmonlikda qo'rqib, tamtirab yurgan bug'ini uchirtibdi. Nima bo'lding bug'jon? Buncha qo'rqib o'diqib. Qoldingmi bu o'rmonda cho'ng xatarga yo'liqib? Bug' eshakni ko'rib, uning oq ko'ngillik bilan tushuntiribdi. Bo'lsa mendek mengizing, uchiq yem bo'labding. Mengizing yo'q bo'lishni sen orzu qilatding. Eshak bu gapni anglab, bug'i menga mengizni berib yetadigan o'xshaydi deb xo'shal bo'lib mundaq debdi. Jinim do'stim, sen menga bir yaxshilik qilib, nima bo'lsam bo'layman, mengizingni berib et. Bug' eshakka gap uqtirg'ili bo'lmaydiganligini bilib, xo'shmi demay o'rmonlikqa kirib ketibdi. Eshakning mengiz izlab bormagan yeri qolmabdi. U oxiri tog' bag'rida o'tlayotgan tog' tekisining bir jup qilishdek mengizni ko'rib, mening ashundaq mengizim bo'lsa bek yaxshi bo'ladi deb o'ylabdi-da, teki bilan salomlashib, uningdan mengiz so'rabdi. Mengizimni so'rama, uni sana bermayman. Mengizimdan ayrilsam, bir kun hayot yurmayman. Eshak tog' tekisiningmi bug'iga o'xshash javob berayotganligidan hayron bo'lib turganda, bir-biri tuyuqsiz tog' tekisi bilan eshak hujum qildi. Tog' tekisi hangviqib turib qolgan eshakka varqirabdi. "Kaynimga yutib ol!" Tog' tekisi xiris qilib kelayotgan bo'riga qilishdek mengizlari bilan qarishtirib, o'zini va eshakni qo'g'dab qapti. Bo'ri tekining mengizlaridan qo'rqib, satovlab qo'yib ketib qapti. Tog' tekisi mag'rurlangan holda eshakka mundaq debdi.
Mengizimning rolini endi omdan bildingmi? Garib bo'lmasa mengizim aman qalmas jinimma. Eshak qanday qilarni bilmay, Möngiz izlab yana ko'p yerlarga beribdi. Böken arqar qo'shqarlarning oldiga Möngiz so'rab borgan bo'lsa-mu, hech kim Möngizni bermabdi. Oxiri eshakning yilinib yalvurishlariga ichi og'rib qolgan kala uningga Möngizni berib turibdi. Kalaning Möngiziga ega bo'lgan eshak hayojonini bosolmay ko'ranglab ketibdi. U oldiga kelgan usib, keyniga kelganini tepibdi. Hatto o'zining bolasi va juftini o'sibdi. Shuning bilan boshqa eshaklar uni org'a olmaydigan, uning bilan birga turmaydigan bo'lib qoldi. U boshda Möngiziga ishinib, do'stirga yo'g'anchilik qilib yurgan bo'lsa-mu, keyin do'stirdan ag'rinibdi. Sizlar meni nimish qorong'uq olmaysizlar? Biz endi sana aralashmaymiz. Sen hozir eshakmi emas, kalimi emas, g'alati bir maxluqqa aylanib qolding. Qo'y payling, mijozingni o'zgarib ketdi. Biz eshaklarda azaldan Möngiz bo'lgan emas. Shung endi seni eshak deyolmaymiz, debdi. Eshaklarning aqsoqili uning qo'pollik bilan. Endi eshak tanho yashashga majbur bo'ldi. Uni eshaklarmi, kalalarmi arg'a olmabdi. Kunlarning o'tishi bilan Möngiz uning uchun eg'ir yuk bo'lib qolg'ashqa, u Möngizni kalaga berib etib, yana eshaklar orasiga inib ketdi. Shundan keyin boshqa eshaklarmi uning bilan inoq o'tadigan bo'ldi. Eshakmi Möngizlik bo'lib yashashni hargiz orzu qilmaydigan bo'ldi. O'maqlarim, yuqorida biz Möngizlik eshak degan cho'chakni anglab o'tdik. Buningdan biz har vaqt boshqalarga qarg'ular chayvas qilib, o'zida bor bo'lgan afzalliklarga minnatdor bo'lmaydigan eshakning oxirida yana o'zi bo'lib yashash qaroriga kelganligini, shundaqla oxiri eshaklar to'piga qaytib kelganligini bilib oldik. Amsat yana mush vaqtda Dilala hadanglar sizlarga texnik qiziqarli cho'chaklarni aytib berdi. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.